Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Uchinchi guruh. Qabul. U yerda ahvol qalay? Tugatdingizmi? Ha xonim, deyarli hammasi. Kameralar joyida, sensorlar ham. Shoshiling, vaqt oz qoldi. Albatta xonim. Bilol, poyabzaling yechilgan. Qo'yaver uni, hozir qo'lim band. Nima, xavfsizlikni unutdingmi? Bu yerda arzimas narsa hayotingni tugatadi. Eshit Martin, yechilgan bog'ich hali hech kimni o'ldirmagan, tushundingmi? Voy yo'q, boshlandi. 3-guruh, tezda chiqing. Obyektda g'alati holat qayd etildi. Bilol, qoch. Jin ursin. Sizga nima bo'ldi, janob? Nima istaysiz? Jin ursin. Hozir boshim yorilib ketadi. Janob, ahvolingiz yaxshimi? Qayerdaman? Janob, iltimos, joyingizga o'tiring. Biror narsa ichishni xohlaysizmi? Yo'q, rahmat. Nega men hech narsani eslay olmayapman? Kechirasiz, bu yerga qanday keldim? Xuddi boshqa yo'lovchilar kabi tasodifan. Hech narsani tushunmayapman. Qandaydir bema'nilik. Biznikilar aloqada bo'lishi mumkin. Qabul, bu men, Bilol. Meni kimdir eshityaptimi? Bilol? Miss Walsh, 1 daqiqa hozir. Agent Bilol? Ha, bu men. Nima bo'lyapti? Bu bo'lishi mumkin emas. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Qayerdasiz? Men yaxshiman, samolyotdaman. Qayergadir uchyapmiz menimcha. Boshqa yo'lovchilarchi? Muhim emas, har kim o'z ishi bilan band. Ular tirikmi? Men tushunmayapman. Miss Walsh, nima demoqchisiz? Kuting, agent Bilol. Jennersni o'chirib qo'ydi. Yaxshi, qanday kelganimni eslashim kerak. Xo'sh, ishga bordim. Bugun yangi obyekt bor. Angarga bordim va eslay olmayapman. Keyin nima bo'ldi? Agent Bilol, shu yerdamisiz? Ha xonim. Meni eshiting Bilol, hozir vazifadasiz. Buyruqlarimni bajaring. Tushundim, lekin hech qanday lekin-pekin yo'q. Barcha yo'lovchilar ro'yxati kerak, tushundingizmi? Albatta xonim. Ishga kirishing, natijalarni kutib qolaman. Qanday vazifa? Bu nima uchun kerak? Mayli, muhim emas. Ro'yxat stewardessada bo'lishi kerak. Uni chalg'itishim kerak. Kechirasiz xonim, yo'lovchi yomon ahvolda, 18-joyda. Rahmat, joyingizni egallang, janob. Albatta. Ro'yxat qayerda? Yo'q, qani? Aha, mana u. Ajoyib, ketish vaqti bo'ldi. Jennerson, qo'rqitib yubording. Menga gugurt va yondiradigan narsa kerak. Salfetkalar qayerda? Senda hammasi yaxshimi? Nima bo'ldi? Siz tushunmaysiz. Ular orolga qo'ngunicha men bu yerdan ketishim kerak yoki keyin kech bo'ladi. Menga pichoq kerak. Qanaqa orolni aytyapsan? Menga bashorat keldi. Bu samolyot emas, o'likxo'r mashina. Unga tasodifiy o'limlar kerak. Bu yana nimalar deyapti? Aqldan ozganmi? Nima deyotganini o'zi biladimi? O'tkazib yuboring, janob. Qayerdaman? Nima bo'lyapti? G'alati. O'limingizni ko'rmayapman. Bunday holat birinchi marta. U sizni unutgandek. Men o'rganib qolganman. Xo'sh,
O'zingizni qachon o'lishingizni ko'rdingizmi? Albatta, bu mening ishim. 90-da bolalar va nevaralar orasida ketaman. Lekin tasodiflar ham bo'ladi. To'g'ri, bo'ladi, ammo bu men haqimda emas. Kim biladi, ko'rishguncha. Yaxshi qoling. Jin ursin, hamma yoqqa to'kib yubording, ochko'z ahmoq. Ehtiyot bo'ling, suv razvedkaga to'kildi, stolga tegmang. Yo'q. Jin ursin. Hammasi haqiqatdek tuyuldi. Menga nima bo'lyapti? Balki biror narsa ta'sir qildi, eslay olmayapman. Ha, bu yerda nimadir g'alati ketyapti, lekin hech narsaga tushunmayapman. O'zingni qo'lga ol, Bilol, sen vazifadasan. Miss Walsh aloqadaman. Eshitaman, men shu yerdaman. Ro'yxatni oldingizmi? U menda, yoza olasizmi, xonim? Ha, ayting. Jami 516 yo'lovchi. Bu uzoq vaqt oladi. Felix Hodges va oxirgisi Helen Pierce. Nega ismim ro'yxatda yo'q? Yaxshi agent Bilol. Xonim, yana bir jasad topdik. Kanalizatsiyada hind ko'rinishli erkak jasadi bor. Ratan Kumar, ehtimol u shudir. Qarang, bular jasadning yonidan chiqdi. Qiziq, bu yerda bir xil koordinatalar takrorlanyapti. U yerda nima borligini tekshiring. Tushundim. Agent Bilol, aloqadaman. Siz meni eshityapsizmi? Ha, xonim, aloqadaman. Senga yangi topshiriq bor. Samolyot qayerga ketayotganini aniqlashing kerak. Shoshmang, sizni bilasiz deb o'ylagandim. Axir meni vazifada dedingiz-ku. Bilol, chalg'ima, sen vazifadasan. Jin ursin, u aniq mendan nimanidir yashiryapti. Qayerga uchayotganimizni men ham bilmayman-ku. Janob, bilmaysizmi biz qayerga uchayapmiz? Biz qaysi shaharga ketyapmiz, xonim? Nega hamma har xil javob beryapti? Biri Los Angeles, boshqasi Nagasaki deyapti. Hammasi aqldan ozgan. Jin ursin bularni. Do'stim, biz qayerga uchayapmiz, bilasanmi? Nima, aqldan ozdingmi? Bu aniq-ku, biz do'zaxga uchayapmiz, derazadan qara. U nima haqida gapiryapti? U yerda nimani ko'rishim mumkin? Jin ursin, nima bu? Bu nima o'zi? Yana shumi? Nega bunday bo'lyapti? Bunga qarashni xohlamayman. Jin ursin, bu yerda naqd pullar juda ham ko'p. Usiz hech qayerga ketmayman. Tez orada egalari keladi. Jim bo'l, menga yordam ber. Bunday qilma. Men buni qanday tugashini bilaman. Yo'q, to'xtat uni. Jin ursin, juda ham og'ir. Sen ushladingmi uni? Yo'q. Beli, yaxshimisan? Yo'q, jin ursin. Yo'q, bu yerda nimadir noto'g'ri. Samolyot, voqelik va o'zim bilan. Nega bunday sovuq bo'lib ketdi? Hozir faqat sizga belenchik beramiz. O'rningizdan turing. Iltimos, belenchik uzatamiz. Urra, belenchiklar. Yana qanaqa safsata bu? Tug'ruq paytida asosiy shart ona va bola xavfsizligi. Buni diqqat bilan esda saqlang. Men aniq aqldan ozyapman. La'nati, boshim yorilay deyapti. Jin ursin, bu yerda nima qilyapsan? Vaqt deyarli qolmadi. Bu yerdan ketishim kerak. 27, 41, 122, 70. Bu nima bo'ldi? Koordinatalarmi? U yerda orol va o'lim bor. Bu haqiqiy emas. Bunga ishongim kelmayapti. Qabul, meni eshityapsanmi? Ha, natijalarni ayt. Bu yerda g'alati narsalar bo'lyapti. Samolyot qayoqqa ketayotganini bilasanmi? Orolga. Koordinatalar 27,41,122,70.
Bilol, men u yerni tekshirdim. U yerda hech narsa yo'q. Okean o'rtasidagi nuqta ekan. Meni eshityapsizmi? Bu qanaqa samolyot? Men qayerdaman? Agent, sen vazifadasan, buyruqni bajar. Vazifangiz bilan daf bo'ling. Tushuntirmaganingizcha hech narsa qilmayman. Agent Bilol, meni majbur qilmang. Mayli, yashirishning foydasi yo'q. Obyekt 787 esingdami? Dalada topilgan samolyot. Hamma, undagi barcha o'lgan edi. Biz seni uni o'rganish uchun yubordik. Nima demoqchisiz? Bu bema'nilik-ku. Bu boshqa samolyot, hamma tirik. Qaysidir orolga uchyapmiz. Bilol, sen o'lgansan. Jasading hozir shu samolyotda. U bizning angarimizda. Men uni ko'rib turibman. Yo'q, yolg'on gapiryapsiz. Bu bo'lishi mumkin emas. Xonim, biz samolyotdagi bir jasadni aniqladik. U Jorji Kepler. Unda g'alati narsa bor. Nima demoqchisan? Nima desam ekan? U hozir tirik. U hozir Atlantada. Vertolyotni olib, uni tezda bu yerga keltir. Uni so'roq qilishimiz kerak. Jenurson, bu jumboqlardan boshim og'rib qoldi. Agent Bilol, meni eshityapsizmi? Men aloqadaman. Bu qanday orol ekanligini aniqla. Yana bir narsa, bir yo'lovchi haqida bilishing kerak. Uning ismi Jorji Kepler. Jahannamga boring. Meni bu yerga siz tiqdingiz, Jenurson. Yo'q, bu haqiqat emas. Nega eshik qulflanmagan? Bu nima? Uchuvchilar qani? Koordinatalar hojatxonadagi telba aytgandek. Orol, u rostdan ham bor ekan. Nahotki bular hammasi haqiqiy? Jenurson, hammasini nimalar bo'lyapti? Qanday telbalik? Hozir yana qayd qilib yuboraman. Voy la'nati. Yo'q, menga yordam ber. Yo'q. Orolga yaqinlashayotganimiz sari ahvolim yomonlashyapti. Keling, bu yerga o'tiring. Ismingiz nima? Jenurson. Ismim Bilol. Men Jorjman. Jorj Kepler. Tanishganimdan xursandman. To'xtang, ismingizni Kepler dedingizmi? Ha, o'g'lim. Miss Walsh men haqimda gapirgan. Siz uni tark etdingiz. Lekin qanday? Xotirjam bo'ling. Orolga tez yetamiz. Orolga? U mavjud emas. Sizning dunyoyingizda yo'q, lekin mening o'lchovimda bor. U yerda nima bor? Mashina. Qanday tushuntirsam ekan? Tasodifiylik generatori deylik. U tirik qolish kerak bo'lganlarni talab qiladi, ammo o'lim ularni istisno qiladi. Demak, men haqiqatdan o'lganmanmi? Xayolingga keltirib o'tirma, tez orada hammasi sen uchun tugaydi. O'tirda filmni tomosha qil. Nima ko'rishimni men shundoq ham bilaman. Nega buni ko'ryapman? Yo'q. Esladim shekilli. Ahmoqona tasodifiy o'lim. Mana endi tushundim. Men nima uchun samolyotdaman. Agent Bilol, aloqadamisiz? Bu men, Ellie Walsh. Hammasi tugadi. Safsata gapirma, so'raganimni bildingmi? Biz orolga qo'nyapmiz. Qaysi orolga? O'zingga kel. Siz bu tasodiflar sababini o'ylab ko'rdingizmi? Ba'zilar ularga tortiladi, ba'zilar o'lishga majbur. Alohida odamlar kimdir buni omad deb o'ylashadi. Ammo bu haqiqatdan la'natlangan joy. Aqldan ozdingmi? Vazifani bajar, agent. Bu buyruq. Xayr, Walsh xonim. Bilol. Agent Bilol, aloqaga chiqing. Agent. Jenurson, nima bo'lyapti?
U qayerga g'oyib bo'ldi? 787. Xonim, Jorji Keplerni olib keldik. Qanday buyruq berasiz? Xonamga olib kiring. Shaxsan o'zim so'roq qilaman. Xo'sh, janob Kepler, bu yerda men tushunmay qolgan barcha narsani tushuntirib bering. Albatta, shuning uchun keldim-ku. Oxirgi marta qachon uchdingiz? Ancha bo'ldi. Eslaydigan bo'lsangiz, 71-yilda Alyaskada samolyot quladi. Qo'nishda tog'iga urilgan. Siz u samolyotda bo'lganman demoqchimisiz? Shunchaki emas edi. Men yagona omon qolgan odamman, garchi bu mutlaqo imkonsiz bo'lsa ham. Ajoyib omad ekan. Men bunday demagan bo'lar edim. Agar o'lim sizni unutib qo'ysa, demak boshqa o'l olmaysiz. Nimani nazarda tutyapsiz? Uni bu dunyoda va barcha parallel olamlarda izlay boshlaysiz va bir kuni orolni topasiz. Qadimgi sivilizatsiya u yerda mashina qoldirgan. U taqdirni o'zgartirishi mumkin. Faqat tasodifan o'lgan odamlar kerak. Aytgancha yana bir narsani eslab qoldim. Bir odam qariguncha yashashni xohlagan, lekin razvedkaga kutilmaganda suv to'kib yubordi. U shu yerda halok bo'ldi. Jenorson, endi hech narsani tushunmayapman. Boshqasi o'zini ezgan avtomatni ochmoqchi bo'ldi va tuxumdek majag'lanib ketdi. Yana biri bog'lanmagan poyabzal ipiga qoqilib boshini yordi. Agent Bilol haqida qayerdan bilasiz? U boshqacha edi, samolyotda bo'lmasligi kerak edi. Shuning uchun u ro'yxatda yo'q edi. Ular juda ko'p. Bu oxirgi samolyot emas. Tez orada tasodiflar mening taqdirimni ham o'zgartirib yuboradi. Tushunyapsizmi? Xo'sh, janob Kepler, siz juda ham qiziq odamsiz. Sizni ushlab turishimiz kerak, boshqalar tekshirish uchun. Qo'rqmang. Afsuski men siz uchun keldim, Miss Walsh. Siz ham qariguncha yashashni xohlagansiz, shundaymi? Yo'q, yordam bering. Iltimos, joyingizdan turmang. Biz hozir bilinchik keltiramiz. Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Faqat bu emas. Yana qo'rqinchli multiklar chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar.